Charli va shokolad fabrikasi. Charli bilan tanishuv. Oho, buncha ko'p odam. 4 nafar, juda keksa odam. Janob Baketning ota-onasi Jo buva va Jozefina buvi. Baket xonimning ota-onasi Jorj buva va Jorjina buvi. Yana janob Baket va Baket xonimlar ham bor. Nihoyat, janob Baket va Baket xonimning kichkina o'g'li Charli Baket. Salom, yana bir bor salom. U siz bilan uchrashganidan xursand. Butun oila 6 katta yoshli kishi. Sanab chiqishingiz mumkin. U kichkina Charli sokin shaharning chekkasida yog'och uyda yashardi. Uy bunday katta oila uchun juda ham kichkina. Hammalarining birga yashashi uchun noqulay edi. Xona atiga 2 ta karovat esa bittagina edi. O'sha karovat ham buvilarga berilgan edi. Chunki ular shunchalik qari va zaif ediki, hech qachon karavotdan tushmasdi. Jo buva va Jozefina buvi karavatning o'ngidagi yarmini Jorj buva bilan Jorjina buvi esa chapdagi yarmini egallashgan edi. Janob Baket va Baket xonim hamda kichkintoy Charli Baket qo'shni xonada polda to'shak solib yotishardi. Yoz paytida bu unchalik sezilmasdi. Lekin qishda sovuq yelvizaklar kechasi bilan polda aylanib yurganda bu dahshatli edi. Baketlar juda kambag'al ekanliklari tufayli yangi uy yoki hech bo'lmasa yana bitta karovat sotib olish haqida gap bo'lishi ham mumkin emas edi. Oiladagilardan faqatgina janob Baket tish pastasi fabrikasida ishlar edi. Janob Baket kun bo'yi tish pastasi tuynuklarini burardi. Lekin bu ishga juda kam haq to'lashardi. Janob Baket qanchalik harakat qilmasin, qanchalik tirishmasin, ishlab topilgan pul bunday katta oilaga eng zarur narsalarning yarmini sotib olishga va hatto oziq-ovqatga ham yetmas edi. Hurmatli kitobxon, ushbu kitob sizni qiziqtirib qolgan bo'lsa, Do'stlik tuman axborot kutubxona markaziga kelib o'qib ko'rishingiz mumkin.